Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. YouTube kanalımızdaki turmuş bölümleri sahifəsiga xoş geldinglar. Biz şu Gollandiyanınki sağlamlıq sistemasını tanıştırış cəhətdə iki qismlik video tayyorladık. Hazır birinci qism. Bu birinci qism videomuz asaslıq Gollandiyaga yangi kelgan, hazırның özüdə panohlıq tilash lagerida turayotgan qarindaşlarımız üçün Gollandiyanınki şu sağlamlıq sistemasını tanıştırış məqsədida tayyorlandı. Şimdi bir Gollandiyanın sağlamlıq sistemisi biz yaşap bakkan başka devletlerge qaraganda sel başqacharoqchu. Şoň dastlabda muşu farqni, muşu o'xshashmaslikni bilinmaslik sababidan sağlamlıq sistemasiga nisbatan ba'zi bir salbiy qarashlar paydo bo'lib qolganligini his qilganligimiz uchun bu uchurlardan sizlarni xabarlantirish maqsadida bu videoni tayyorlashni o'ylashdik. Qanamsa diqqatinglar videomuzda bo'lsin. Ya'ni boya degandek Gollandiyaning sog'lomlik sistemasi boshqa davlatlardan farqli holatda. Endi bu asosliq bu videoda bu birinchi qismda shu AZC'dagi sog'lomlik sistemasini tanishtirib o'tamiz. Ya'ni AZC'da ya'ni panohlik tilash markazida turayotgan qarindoshlar uchun asosliq sog'lomlik o'rni XZA. Yani bunu emmanglar anglab baqdinglar. Yani XZA degan Gesundheitszorg für Asylsucherspraktik deb, yani panohlik tilagüchilar sog'lomlik ishxonasi, panohlik tilagüchilari sog'lomligi degandek ma'noda. Bu sog'lomlik sistemasi doktor yordamchisi, sestra va oila doktordan tashkil topgan bir guruhdan tarkib topgan. Bu yerda asosiy diqqat qiladigan nuqta normalda sizlar shu bir AZC panohlik tilash lageriga borgandan keyin dastlabda sizlar bilan o'zaro tanishish uchun suhbat olib borgan vaqtda bularning hammasini sizlarga uqtirdi. Lekin ham sizlarning diqqat qiladigan nuqtanglar har qanday bir XZA'ninki, ya'ni sog'lomlik ishxonasininki ochilish vaqti bo'ldi. Ya'ni hargizmi har kun ochiq emas. Masalan, haftada 2 kun ya 3 kun, dushanba, payshanba, juma yoki dushanba, seshanba, chorshanba soat manchadan manchagacha deydiganchu. Shu ochilish vaqtini bilib olish muhim. Chunki biroz sog'lomlik masalalari bo'lsa, ular odatda shu ochilish vaqtida kelishinglarni talab qildi. Albatta inson o'zining qachon og'rib qolganligini, qachon bir jiddiy ish bo'lganligini bilmaydi. Lekin bunda ahvol ostida albatta ularningki telefon nomeri bor. Har vaqt 24 soat telefon o'g'li bo'lgan jiddiy ahvollarda nomer bor. Shu nomerni bilishinglar ham intayin muhim. Ya'ni ichilish vaqtidan boshqa vaqtlarda shu nomerga telefon urgandan keyin qaysi tildagi tarjimonni taklif qilganliginglarni degandan keyin tarjimon bilan birga doktor yoki sestra telefonni olib sog'lomlik jihatda yordamda bo'ldi. Ya'ni qisqasi ichilish vaqti ham telefon nomerini bilib olish muhim. Ya'ni ichilish vaqtida sizlar ko'rishma olmasdan kirsanglar bo'ladi deganni bildirdi. Ondan telefon nomeri faqat jiddiy ahvollar uchun. Masalan, ya'ni sizning bir doringiz tugidi. O dorini ati doktorga chiqsangiz bo'ladi. Bunda ahvol ostida telefon urishinglarning asla hojati yo'q. Shu atiga saqlab turib, ichilish vaqtida saqlab turib chiqsanglar texmo yaxshi bo'ldi. Yani telefon nomeri odatda jiddiy ahvollar uchun. Men tordan shu telefon nomerini izlab baqdim, qarasam ichilish vaqtidan boshqa vaqtlardagi, kech vaqtlardagi hafta oxiridagi aloqa telefon nomeri mushu az ekranda yozib qo'ygan 088 112 21 12 ekan. Bu nomer shu har kimninki sug'urta kartasi bo'ldi ekan. Ya'ni panohlik tilash markazida turayotganlarning maxsus bir XZA kartasi bo'ldi ekan. Shu kartaning ustida telefon nomeri ham bor bo'ldi ekan. Ondan qanday ishlar uchun doktorga chiqamiz, qanday ishlar uchun ko'rishma olamiz degan vaqtida bütün jismoniy og'riq, kasallik masalalar uchun ko'rishma olsanglar bo'ldi. Har qanday bir jismoniy og'riqlar uchun. Undan boshqa yana jiddiy ahvollardagi tunji yordam, ya'ni oila doktori yana kichik tipdagi operatsiyalarni qila oladi. Masalan, bir mangni ilib o'tish, agarda u mang yolg'unib qilib va yoki bir jihatdan to'solg'u olib kelgan bo'lsa yoki o'sib qolgan tirnoqni kesib ilib o'tish degandek. Ondan barliq ruhiy kasalliklar uchun ham oila doktorga chiqsanglar bo'ldi. Masalan, ruhiy bisim, tashvish, qo'rqinch, uyqusi nachar bo'lish degandek. Undan boshqa yana ba'zi bir kasallikning oldini olish xarakteridagi davolash usullari bor. Masalan, vaksina urish. Agar siz tamaki chekadigan birisi bo'lsangiz, tamaki tashlığınız bor, lekin tashlashda qiynalyapsiz. Bunda ahvol ostida ham Gollandiyada maxsus
tamaki tashlashda yetaklash turi bor. Ondan har xil joyil xarakterdagi kasallarni yetaklash, masalan, joyil xarakterdagi degan saqaymaydigan, uzun muddat davomlashadigan, masalan, shikar kasali deymiz, yuqori qon besim deymiz, ziqqa kasali deymiz, har xil o'pka kasalliklari bor. Bular saqaymaydigan, ya'ni hozirgacha dorisi yo'q, lekin uning nacharlashib ketmasligining, ig'irlashib ketmasligining oldini olish uchun cho'qim ba'zi bir davolash, ba'zi bir dorilar bilan oldini olib turadigan shunday tur kasalliklar uchun ham har vaqt oila doktoriga chiqsak bo'ladi. Endi ba'zida oila doktoriga chiqqandan keyin sizlarga masalan erta keling yo o'yin keling yo bir haftadan keyin keling degandek ba'zi bir ko'rishmalarni beradi. Ko'rishma olgandan keyin diqqat qilgan ishlar, ko'rishmaga dal vaqtida kelish intayin muhim. Normalda masalan sizlar hozir oila doktoriga chiqib baqqan bo'lsanglar, mis qildinglar, odatda har qanday ahvol ostida masalan 10:30ga ko'rishmagan bo'lsa, 10:30da borsanglarmi, balkim sizlarni 15 minut, 20 soat saqlatishi mumkin. Lekin meni saqlatadigu deb kechikib kelib qolsangiz, u vaqtda balkim kasalni ko'rmasligi mumkin-ku. Chunki har vaqt saqlatadi degan olmaydi. Ba'zida işte jiddiy ahvollar bo'lib qilib saqlatib qilish mumkin. Ba'zida dal vaqtida shu ko'rishma bergan vaqtida kasalni ko'rish mumkin. Lekin siz meni saqlatadigu deb kechikib kirib qolib qolsangiz, o chog'da kasalni ko'rmaslik mumkin. Shu ko'rishmaga dal vaqtida kelish, mayli ular saqlasin, saqlatmasin, o'zingizning dal vaqtida birishingiz intayin muhim. Agarda dal vaqtida kelmay qolib qolsangiz, har vaqt telefon urib qo'ysangiz bo'ldi, sababini tushuntirib, bunda ahvol sababidan men 10 minut yo 15 minut kechikib kelma degandek. Ondan Gollandiyada ko'rishma olganda odatda bir ko'rishma 10 minut davomlashadi. Shu bir ko'rishmada faqat birli masalani hal qildi. Agar sizning birdan ortiq masalangiz bo'lib qolsa, o chog'da qo'shma ko'rishma elishni talab qilsangiz bo'ladi. Ya'ni qo'sh ko'rishma elish degan vaqtida o chog'da 20 minut va yoki 20 soat jiqroq vaqt turish mumkin. Anda yana bir nuqta, Gollandiyada kim og'riq bo'lsa, shu kishi o'zi biralg'idek oldil bo'lsa, o'zi bilish kerak. Masalan, siz ayolingiz uchun yoki yo'ldoshingiz uchun yo'ldoshingiz bormay, mening onamga siz chiqib doktorga bunday ahvollarni deb qo'ying, yoki onangiz uchun, dadangiz uchun unday qilsangiz, ular kasalni ko'rmaydi. Ya'ni kim og'riq bo'lsa, shu kishi o'zi bilish kerak. Agar faqat borolmag'idek oldi bo'lsa, o chog'da oila doktorining uyga yurib kasal ko'radigan mulozimatimi bor. Shunda mulozimatini ham talab qilish haqqingiz bor. Endi bir ko'rishma olgandan keyin qanday ishlar yuz beradi degan vaqtida, ya'ni boya dedim 10 minut davomlashadi. Ondan kasalligingiz to'g'risida har xil savollarni so'raydi. Masalan, narangiz og'riydi, qachondan boshlab og'riydi, qanday ahvolda og'riydi, kunda to'xtamay og'rimdi yoki ba'zi bir ahvollarda alohida og'rimdi degandek. Shunga doktorga borishdan burun ham o'zingizningki kasallik ahvolingiz to'g'risida bir obdan kuzatib o'ylanishingiz ham intayin muhim. Ya'ni kuzatib qanday vaqtda og'riyotdi, og'rig'ili qancha kun bo'ldi. Masalan, bir kun 24 soatning ichida og'riq tuyuqsiz kuchayib ketadigan ahvollar bormi? Shu ahvollarda qanday ahvolda, mushalarning hammani obdan xotirlab yezib bilib borsangiz, u chog'da doktorning ham yaxshi diagnoz qo'yishi foydasi bor, ham yaxshi diagnoz qo'yilgandan keyin bir to'g'ri usulda davolashga foydasi bor. Ondan o oila doktor ko'rishimiz jarayonida yana badan tekshirish ilib berishi mumkin. Masalan, tutish, anglash, ko'rish, sezish degandek. Ash og'rigan ya'ni tutib biqib, ko'rib biqib, har xil asboblar bilan anglab biqib degandek. Shu masalan, siz bir ayol kishi bo'lib, ba'zi bir ayollik a'zolarga doir og'riqlar bo'lib qolsa, agarda siz er doktor tarafidan bunda tekshirishlarning ilib berishni xohlamasangiz, ko'rishma ilishdan burunlam bir ayol doktor bu ko'rinishni talab qilsangiz bo'ldi. Agar er bo'lib, agar bir er bemor bo'lib, yana o'xshashlam ba'zi bir erlik a'zolarga yoki erlik kasalliklarga doir bir kasalliklar bo'lib qolsa, ayol doktor tarafidan ko'rilishni xohlamasangiz, albatta er doktor talab qilish haqqingiz bor. Lekin har qanday bir praktikada balkim her zaman er yoki ayol doktorning bo'lishi notayin. Şuna siz talab qilgan bilanmi, agar u kuni ishlaydigan ayol doktori bo'lmay qolib qolsa yoki er doktor bo'lmay qolib qolsa, u chog'da o'zingiz ahvol qarab, balkim bir hafta saqlashingiz va yoki shu doktor tarafidan tekshirilishni qabul qilsangiz yo rad qilish, bu sizning haqqingiz bor. Buni har kim o'zining ahvoliga asosan o'ylanib qaror chiqarsa bo'ldi.
Ondan yuqoridagi tekshirishlarni olib borgandan keyin ondan doktor kasalga asosan bir taklif fikr berishi mumkin, dori yozib berishi mumkin yoki qon tekshirish degandek ba'zi tekshirishlarga yo'llab berishi mumkin va yoki boshqa sog'lomlik xodimlariga yo'llab berishi mumkin, masalan fizikalik davolash, yemak ichmak orqali davolash degandek va yoki ro'y kasalliklar doktori degandek va yoki bevosita cho'ng doktorxonaga shu a'zoga doir bir kasbiy doktorga yo'llab berish mumkin. Masalan, yurak kasalliklari doktori, ichki kasalliklar doktori, ayollar kasalliklari doktori degandek. Ondan panohlanish markazida turayotganlarga sog'lomlik takliflari. Hamda Gollandiyada odatda 99% Uyg'urning hammasi panohlik tilash markazlarida turib boqqan. Mayli uzun vaqt bo'lsin va yoki qisqa vaqt bo'lsin. Bu panohlik tilash markazlarida turgan vaqtida insonga eng cho'ng bir sog'lomlik jihatda bisim olib keladigan bir ish ro'y bisim. Ya'ni bir yangi bir yot davlatga keldingiz, tilni bilmaysiz, yemak ichmaklari boshqacha ko'nolmaysiz. Ondan ko'chmanlar idorasi hozir shu suhbatlarga chaqirishni, sizning panohlik tilash iltimosingizga qaror chiqarishni 22 oyga uzartib, ya'ni 22 oy degan taxminan 2 yil degan gap. Ba'zi bir panohlik tilash markazlarining turish sharoiti ancha yaxshi emas. Ondan o suhbatga chaqirilgandan keyin suhbatdan keyingi qarorni saqlashingiz kerak. Uy masalasi, Gollandiyada uy masalasi bek muhim masalalarning birisi. Yani Gollandiyada o'zi bek kichik bir davlat, nopus az, bir kichik bir davlat bo'lg'achqa uyga yetishmaslik masalasi bek ig'ir. Agarda siz o'zingiz yolg'iz kelib, boshqa bir davlatda oilangiz qolib qolgan bo'lsa, sizning Gollandiyada turish ishlaringiz o'rlashtirilmay turib, oila jamlashtirish ishlari ham bir taraf qilinmaydi. Ya'ni qisqasi, yuqorida tilga ilingandek bisim olib keladigan bir muncha ishlar bor. Şuna bu jarayonda shu panohlik tilash markazida turayotgan qarindoshlarninki eng ko'p uchraydigan sog'lomlik masalasi ro'y bisim. Şuna biz bu videoning oxirisida sizlarga ro'y bisimni yengiltish jihatda yordamda bo'ladigan bir qancha takliflarni keldik. Amaliyotda bu takliflar hammanglar bildigan bir odatdagi takliflarchi, lekin biz sal qaraydigan takliflar. Amaliyotda mushlarni yaxshi qila olsak, bizning sog'lomligimizga eng foydasi bo'ladigan takliflar. Shunga yanalam, garchi sizlar uchun tanishlik bo'lsa-mu, bir xil asiltish, askartish sifatida yanalam bularni sizlar bilan o'rtoqlashishni xohladik. Birinchisi, yetarlik sifatli uyqu. Ya'ni bu uyqu, uxlash insonningki sog'lomligi uchun intayin muhim omilning birisi. Mushu mayli panohlik tilash markazida turayotganlar bo'lsin va yoki oila turayotganlar bo'lsin, bular hozir yoshlarda mushu yetarlik sifatli uyqu jihatda oqshimi kech yetish yo attigini keyin turish, kunda eng oz deganda 8 soat uxlamaslik degandek mushta bir qator sifatli uyquga ta'sir ko'rsatadigan omillar bor. Hamda bu omillarning har xil sabablari bo'lishi mumkin hamda-chu. Lekin amaliyotda yetarli sifatli uyqu shunchalik muhim. Biz ham shunday bir ummatki, hatto shu uxlashning qoidalaridan tortib, uxlashdan tortib payg'ambarimiz bizga o'rgatgan bir ummatmiz. Shunga buningga sal qarab qolmasliklarini tavsiya qilmay, ya'ni bu yetarli sifatli uyqu inson yaxshi uxlagan vaqtda bisimni azaytadi, kayfiyatni yaxshilaydi, ishtahni kontrol qiladi, asli saqlashga o'rganishga foydali ham insonningki tafakkurini qo'zg'atadi. Endi qanday uyqu, yetarli sifatli uyqu degan vaqtida men buni o'zinglarning material ko'rib, izlanib, bu balkim hamma odam uchun har xil bo'lishi mumkin. O'zinglarning izlanib biqishinglarni tavsiya qilaman. Ikkinchi bir nuqta harakat, chiniqish. Ya'ni mumkin bo'lsa kunni chiniqib berish. Normalda shu panohlik tilash lagerlaridami ba'zi bir chiniqish o'rinlari bo'ladi. Agar shunday bir o'rinlar bo'lib qolsa, ulardan foydalanib chiniqib bersanglar bo'ldi. Agar unda o'rinlar bo'lmay qolib qolsa-mu, muvofiq mos keladigan tantarbiya turlari bilan shug'ullanib berish va yoki Gollandiya hammanglar his qildinglar,
sirtdagi manzarasi shunday yeşilchilik, güzel bir davlat, ham o'rmonliqlar jiq. Şuna sirtda mingish uchunmi shunday bir abjil sharoitlar bor. Shunga masalan kun eng oz deganda sirtda oksigen jiq havoda mingib berish ham butun badandagi qonlarni urg'utib, bisimni yeniklatish uchun nihoyatda foydali bir tur. Ya'ni biz sal qaraydigan bir tur. Ikkinchisi harakat. Ondan üçüncüsü yaşaş usuliga xos ruhiy kayfiyatni tinchtiradigan faoliyatlar bilan shug'ullanish. Ya'ni har kimning har xil yashash usuli bo'ldi. Har kimning o'zining ruhini tinchlantiradigan har xil usullar bo'ldi. Men sizlarga biz ham sal qarab qoldigan eng unumlik, eng tajribadan o'tgan, qisaq, hargizmi ziyon bo'lmaydigan bir usulni, ya'ni Kur'an o'qish, Allohni ko'p zikr qilishdan iborat, namozlarimizni vaqtida o'qishdan iborat mush usulni tavsiya qilaman. Endi bu video bir xil diniy video emas-ku, lekin men bu yerda sizlarga eng unumlik, eng foydasi bor usulni tavsiya qilishni xohlaganligim uchun buni ham so'zlashni o'ylashdim. Endi bu to'g'risida tixim ko'p izlanishni xohlaganlarning, mesela bizden hazır Uyghur tilimizde mu dinli kitaplar şunçalik jiq. Nur TV'den ibaret YouTube kanalımız var, her xil dinli temalarda. Şunda bir ilimning egilleri bo'lgan dinli alimlardan, yani Kur'an o'qishning foydasi nima, Allohni zikr qilish degan nima, namoz o'qish qanday o'qildi, agar o'qimaydigan bir kishi bo'lsangiz, bularning hammasini shu diniy alimlardan o'rganishinglarni tavsiya qilaman. Yani bu diniy faoliyatlar faqat bu musulmonlar emas, hatta shu dinga e'tiqod qilmaydigan va yoki xristian dini boshqa dinga e'tiqod qiladigan doktorlar deymiz, olimlar deymiz, bular ham e'tirof qilgan bisimni yenikiltishdagi eng yaxshi bir usul. Ya'ni masalan hozir mush g'arb ellarida moda bo'lgan yoga deymiz. Masalan, shu emniyat yogami bir xil diniy faoliyat. Bir xil harakat bo'lgan bilan emniyat onun kelib chiqish manbasi yoga. Anda yana bir xil harakat usuli bor. Ya'ni tafakkur qilish, jim o'ltirib o'ylanish debchi. Bu amaliyotda bizning dinimizdagi shu Allohni zikr qilishga o'xshaydi-ku. Ya'ni namoz o'qish. Mushlarning hammasi hozir g'arb davlatlarida eng moda bo'layotgan bisimni yeniklatish, ruhiy kayfiyatni tinchlantirishdagi bir xil faoliyatlar. Bularni yaqinda tadqiq qilib, bularning qanchalik inson uchun qanchalik foydasi borligini, ruhni tinchlantirish uchun qanchalik foydasi borligini yaqinda tadqiq qilib, hozir bir xil tantarbiya, tanarkat sifatlarida intayin moda bo'lib taqilyotidi. Lekin amaliyotda bizning dinimiz bizga bularni 1400 yil burun o'rgatgan-ku. Shunga mushlar to'g'risida izlanib boqishinglarni tavsiya qilaman. Ondan diqqatni burash, ya'ni diqqatni burash degan vaqtida, ya'ni o'zimiz qo'limizdan kelmaydigan ishlarga isillanmasdan diqqatimizni bekroq masalaning hal qilish usuliga va qo'limizdan keladigan ishlarga qaratish. Masalan, agarda siz ko'chmanlar idorasi meni qachon chaqira deb kun shuni kallangizga kirgizib olgan bir odam bo'lsangiz, afsus buni o'zgartga olmaydi. Endi bir davlatninki hozir bir xil tuzumida bu hozir. Chunki yetarlik xizmat bo'lmaganlik sababidan ko'chmanlar jiq bo'lib ketganlik sababidan-ku. Endi bu ko'chmanlarni bizning bir yerga ketkizib o'tish qo'limizdan kelmaydi, bizga tezroq navbat kelish uchun-ku. Yoki o ko'chmanlar idorasiga jiqqida adam olib berish, uni qo'limizdan kelmaydi. Shunga unday ishlarda faqat qo'limizdan kelmaydigan ishlarni o'ylamay, tamam, mushta bir vaqtda Gollandiyaga kelib qopdimi? Buning bir hikmati vardı. Unda olsa men bu 22 oydan foydalanib nima ish qilay deb diqqatni o'zimiz qo'limizdan keladigan boshqa bir ishlarga qaratish. Ham to'rtinchisi qabul qilish. Ya'ni qabul qilish deganlik hayotda mayli nima ish yuz berishidan qat'iy nazar, to'g'ri o'zimizning ma'lum bir tanlash erkinligimiz bo'ldi, lekin yanala mammish Allohning o'rlashtirishi bo'yicha bo'ldi. Yani hem işninki Allah'ın takdiri bilen bulduğalıqıga haqiqi işiniş, ondan qiyinchiliklarda sabr qilish, her qiyinchilikdan keyin bir osonlikning borligiga ishonish va sabr bilan saqlash. Ondan bisinbek ig'ir ahvol ostida biror muhim ishlar ustida qaror chiqarmaslik yoki qaror chiqarishdan burun yaxshi o'ylanish. Masalan,
Men özüm şahit bolgan işlardan şu Gollandiyaning har xil tüzümleriga ko'nanmay yoki havosiga ko'nanmay va yoki yemek içmek boshqa ishlarga ko'nanmay shunda jafoda kelgan qarindoshlarninki oxiri qaytish yo'lini tanlab qilishi. Endi men uni hargiz xato demayman, hargiz qaytish yo'lini tanlab qilish xato deb qaramayman. Agar xohlasangiz qaytsangiz bo'ldi, u o'zingizning erkinligi, lekin qaytgandan keyin pushaymon qilgan, yana qaytib kelishni o'ylab kelinmagan qarindoshlarimiz bor. Şunday hol astida muşta bir muhim qarorlarni chiqarishdan burun bir yaxshi o'ylanish. Ondan Gollandiyada bir xil idiom atı sözü var. Yani elke nadiyol heften fordiyol deydi. Yani her qanday bir kemçilik işninki bir ortiqchilik bo'ladi debchi. Ba'zida biz bir qiyinchilik yo'liqqan vaqtda bütün diqqatimizni shu qiyinchilikqa qaratib olib, shu qiyinchilikdagi hikmatni bayqayolmaymizchu. Yani her qanday bir ishda bir hikmat var deb bizning ota-bobolarimiz azaldan deb kelgan gap bu amaliyotda. Shunga shu qiyinchilikdagi hikmatni bayqashga tirishish, ya'ni shu qiyinchilikdagi sirni, shu qiyinchilikdagi ortiqchilikni bayqashga tirishish. Masalan, hozir panolik tilash o'rnida turayotgan qarindoshlar uchun endi bu saqlash jarayonida bir narsa bo'sh vaqt. Peygamberimiz bir hadisda ko'pincha kishilar qadrini bilolmaydigan ikki narsa bor. Uning biri saqliq, yana biri vaqtdir deb deganchu. Ya'ni shu panolik tilash jarayonida bizda bor narsa vaqt. Vaqt amaliyotda birisi sog'lomlik, birisi vaqt. Ya'ni bo'sh vaqtimizning bo'lishi bu biz uchun berilgan bek cho'ng bir ne'mat. Şuna men bu qiyinchilik jarayonidagi eng cho'ng hikmat, eng cho'ng ne'mat vaqt deb o'ylayman. Şun bu vaqtda har kim o'zininki qiziqishi, o'zining orzusiga asosan o'zi yaxshi ko'rgan bir ishga bekroq diqqatini qaratib, shu ishda natija g'alaba qozonish uchun bekroq vaqt sarf qilsa, bu vaqtning tezroq o'tishiga yordam bo'ldi. Endi bundan desem belki azisiyede hiç qığılmaslık mümkün deyişinler mümkünçü. Lekin emniyette hazır biz şunda bir devirde yaşayatımız ki eğer biz birer bilimni ügünüşünü xalısaklam ügünüşünün usulları bekçek. Mesela hazır tor dünyasından ibaret çoğun bir boşluk, çoğun bir bilim menbesi var. Tor dünyasında her xil kitaplar var. YouTube'da her xil kanallar var. Meyle dinli bilimni ügüneydi deyli. Veya ki başka bir kompüter bilimlerini ügüneyli deyli. Hazır her xil tor dersleri var. Mesela bizim hazır Gollandiyada A1, A2 seviyede her xil derslerini kılvatımız. Muşlarının hemmisi fakat kolumuzda bir tal telefonlu bolsa, torlu bolsa, ügengil bolduğan, vaqtimizli bolsa, ügengil bolduğan, qığılı bolduğan işler. Şuna eğer bizli xalısak, belki emmimizin bir arzuları vardı. Mesela Kur'an yadlayman deydigan veya ki kitaplarını okusam deydigan. Şuna muş vaqt şunda bir arzularınlar bolsa amalga oshiradigan bir yaxshi vaqt, yani bo'sh vaqtchiq. Şuna eng cho'ng mushu ortiqchilikninki qadrini bilib, uningdagi hikmatdan foydalanishga diqqatinglarni qaratib boqishinglarni tavsiya qilaman. Ondan bisimni yenikiltishninki yana bir xil unumlik usuli kitap o'qish va o'rganish. Yani o'rganishni bayağı dedik, endi kitap o'qish. Kitap o'qish hozir biz sal qarab qolgan bir xil usul. Yani kitap o'qishninki bilimni oshirdi, kitap o'qisak buni hammaylar bilamiz-ku. Hammaylar bilgan bilan, lekin qila oladiganlar bek oz. Kitap o'qish endi faqat bilimni oshirib qolmasdan, balki shu sog'lomlik jihatda, bisimni yeniklish jihatda ham bekcha foydasi borligi tibobat jihatdan ham isbotlangan. Masalan, Germaniyada maxsus doktorlar og'riqlar uchun kitobxona qurib, kitob o'qish orqali kasal davolab, shu so'zilma xarakterli kasalliklarga giribdor bo'lganlarning salomatligininki asliga kelishini tezlatgan. Bu jihatda maxsus tajribalar, sinoqlar olib berilgan. Italiyada Şifalık şehirçeklik şirketi deb bir şirket kurulgan bulup, her xil keselge
ma'lum darajada shifoliq roli bor deb qaralgan she'rlarni nashr qildirib og'riqlarning o'qishni tavsiya qilgan ham buni haqiqatan kuzatish orqali haqiqatan shuning foydasi bo'lganligini bular isbotlab chiqqan. Shunga kitob o'qish faqat insonning bilimini oshirib qolmasdan balki yana işte sağlamlık cəhətdə bək faydası var. Məsələn, kitabını köp oxuyan adamınki çoğ mıngısı bağan sıra işləydigan boludu. İnsan çoğ mıngısını işlətgən sıra insan mıngı tıxınbək ötkürlüşüdü. Kitab oxuş adamınki təfəkkür qilish, o'ylashini tiziltidi. Məsələn, həmmimizin atrafında bəzi bir adamlar boldu. Biz qiyinchilik uchrab məsləhət so'rasaq, bizga shunday yaxshi maslahatlarni berib, hayron qolamizku, ajab o'ylamabdiman men mani debchu. Emniyatda shu insonlarning o'ylay olishi ham mushta kitob o'qish, o'rganishning ta'sirida kelib chiqqanchu. Ya'ni inson qancha ko'p kitob o'qigan sari, qancha ko'p o'rgangan sari, mingi qancha o'tkirlashgan sari, işte bir qiyinchiliklarga uchraganda hal qilish usulini topa oladigan bo'ldi-chu. Ya'ni qisqasi, mingini qancha ishlatgan sari, cho'ng minginingki qon aylanishini tiziltib, aqliy qobiliyatni ham oshirdi. Hem bu insonningki uzun ömür ko'rishiga, ruhiy va jismoniy jihatdan foydasi bor. Ondan kitob o'qish yana ruhiy kayfiyatni tanishishga nihoyatda foydali, insonningki nazar doirasini kengaytiradi. Shunga olimlar bir yaxshi kitob o'qisam, bir oliyjanob kishi bilan suhbatlashgandek bo'lsa debchu. Ya'ni hammamiz o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlar bilan paranglashishga amroq. Paranglashgandan keyin xuddi bir xil yeniklab qolgandek, ichimizdagi dardlarimiz tugab ketgandek his qilamizku. Amniyat kitob o'qishmi xuddi birisi bilan paranglashganga o'xshaydi. Ya'ni kitob o'qish eng oliyjanob kishi bilan suhbatlashganga o'xshaydi. Shunga inson kitob o'qigandan keyin kallada yangi bir tuyg'u, yangi bir bilim, yangi bir ta'sirotga ega bo'ldi. Ondan salbiy tuyg'ularni pasaytidi. Ya'ni kitob o'qish har xil salbiy tuyg'ular, masalan, qo'rqinch deymiz, azob deymiz, nafrat deymiz. Mushundaq salbiy tuyg'ularning pasayishiga foydasi bor. Shunga endi hozir masalan el-kitob deb butun jiqqida uyg'urcha el-kitob kitoblar bor, to'rbatlarimiz bor. Agarda men unda to'g'ri qarab, kitob qarab, kompyuter qarab o'qiyamaydim deganlar uchun Turkiyada kitobxonlarimiz bor. Kitoblarni akeldirishmi ta's emas. Shunga bu emniyatda bizga eng foydali usul, lekin biz eng sal qarayotgan usulchu. Shunga buni ham o'ylab biqishinglarni tavsiya qilaman. Eng oxirida sirdishish, suhbatlashish, paranglashish, ya'ni ishonchli kishi va do'stlar bilan sirdishish, suhbatlashish, bisim bek ig'ir bo'lib salomatlik ta'sir yetkazgan vaqtda tibbiy xodimlardan yordam so'rashga jur'at qilish. Ya'ni bisimning insonlarga olib keladigan eng cho'ng ruhiy ziyni, ruhiy kasallik olib berishi mumkin eng ig'ir bo'lgan ahvol ostida. Ya'ni bizning millatimizda xuddi bir ruhiy kasalliklar doktoriga borsa, xuddi sarangdek, u sarang bo'lib qopti degandek bir xil shundoq kamsitadigan, sal qaraydigan ishlar bormi? Balkim shu sababdan ham siz ruhiy kasalliklar doktoriga birishga jur'at qilolmaydigan, sal qaraydigan birisi bo'lishingiz mumkin. Ruhiy kasallikmi bir xil kasallik. Xuddi jismoniy kasallik o'xshash, qo'saq og'rigan, bosh og'riganga o'xshashlar. Shunga unda ahvol ostida tibbiy xodimlardan yordam so'rashga jur'at qilish intayin muhim. Hem Gollandiyada har qanday bir doktorga, ruhiy kasallik doktoriga borsangiz, sizga tarjimon taklif qilib berdi. Shunga bu imkoniyatdanmi ham foydalanishinglarni tavsiya qilaman. Eng oxirida hammanglarning sog'lomlik, har vaqt tinining sog'lom, ishlarining utuqliq bo'lishini tilayman. Ikkinchi qism videomizda asosliq shu Gollandiyaningki uyga chiqqandan keyingi sog'lomlik sistemasi to'g'risida va sog'lomlik sug'urtasi to'g'risida bir qadar uchurlar bilan ta'minlaymiz. Anglag'ininglarga rahmat. Keyin qitimliq videomizni ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.